xotini o'lganmi, xotini ajrashganmi? Shunaqa odamdan sovchi kelgan bo'lsa kerak-da. Yo'q, uylanmagan, bo'ydoq yigit. Nima? Sen adashmayapsanmi? Yo'q, Bo'lishi mumkin emas. rosa ham badavlat oiladan ekan. Sen qayerdan bilding? Yigitning onasi bir o'zi keldi, tilla taqinchoqlarga burkanib olgan. Hozir anu tillaga o'xshagan taqinchoqlar ham ko'p-ku. Sen vohma qilmasdan gapir. Oyi, u ayol Dinamarkada keldi. O'zi boshqarib keldi. O'g'li chet elda o'qigan ekan, shunga yoshi sal o'tib qolgan ekan. Xumoradan 1-2 yosh katta bo'lsa kerak. Yana firmasi ham bor ekan. U ayol insta dars berar ekan. Eri shifokor ekan. Menga qara. Sen hali qiz bola bo'lsang ham, biz boy oila bo'lsak ham, senga bir tuzliroq joydan sovchi chiqmaydi. Nega bularga bunaqa zo'r joylardan sovchi chiqadi? Bu ajrashgan, farzandi bor qiz bo'lsa, juvon bo'lsa, uylanmagan yigitga turmushga chiqadimi? Men buni shundoq qoldirmayman. Menimcha, shu o'g'lingiz bo'yniga osil olgan bo'lsa kerak, hoynahoy. O'g'lingiz-chi, uni shirin so'zlarga uchmasin yana. Jiyaningizni juda ham yaxshi bilar ekansiz-a? Ha? Albatta yaxshi bilaman. Xullas, siz bir obro'li ayol bo'lsangiz, siz bunaqa erdan ajrashgan